Hayotda ayrim shaxslar qarz yoki moliyaviy majburiyatdan qochish maqsadida jabrlanuvchini qo'rqitish, unga bosim o'tkazish orqali o'z maqsadiga erishishga urinadi. Biroq bunday salbiy harakatlar qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday holatlardan biriga chek qo'yildi. Jumladan Toshkent shahrida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs hamda uning 1988-yilda tug'ilgan ukasi o'zaro til biriktirib, mahalliy fuqaro tomonidan Toshkent tumanida qurilgan kottej uyni 66 ming AQSh dollariga sotib olishga kelishgan. Dastlab ular uy egasiga 30 ming AQSh dollari berib, qolgan 36 ming dollarni 6 oy muddat ichida berishlarini aytishgan hamda 2022-yilning may oyida kottejni 1976-yilda tug'ilgan o'z akasi nomiga notarial tartibda rasmiylashtirib olishgan. Ammo keyinchalik aka-ukalar fuqaroga qolgan 36 ming dollarni bermasliklarini aytishib, agarda pulni so'rasa unga nisbatan tazyiq o'tkazish bilan qo'rqitishgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida aka-uka zo'ravonlar qo'lga olinib, ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.